Assalomu alaykum Ustoyinov kanalining obunachilari. Mana bu yerda Xorason rayonida ko'prik qurilyapti. Ko'prikning uzunligi 24 metr. Ana yeni mashina o'tadigan joyi 8 metr. Mana nimasining ushkasining uzunligi 31 metr nariyog'i. Bu tarafi esa 16 metr. Az bizde ankarning joyiga ham qo'yib ketyapmiz. Armatur svarkali buna. Bu nimaning joyiga, ankarning joyiga. Ankar yo'qligi uchun ichining armirovkalari. Ichining armirovkalari bular 18 lik armatur, vertikal turgan, gorizontal turganlari 12 lik armatur. Agar biron shunday ko'pir bo'lsa, ko'pirga usta kerak bo'lsa, bemalol aytaveringizlar, borib qurib beramiz shunday ko'pir. Nasib qilsa bir tarafining o tarafining nimasi qolgan, ushkasi shuni quysak, keyin ustini quyamiz, shuni man bu mos bitadi. Bundan 18 lik armaturlar yani daşı ulanıp ketadi. Az polna polkani qo'yib bo'lsak, keyin vertikal armaturani ulab turib svarkalaymiz. Mana usta kalon mana shu kishi bo'ladi. Azam bir gapirib qo'yar.